5. Okay. Yağlayalım. Hafifleyin. 5. Böyle. Böyle yaşamlarımız. Evet, şöyle yana bakalım. Saç bölüşürüz. Evet, elimdeki etap yan sarılar. Nasıl batımda yıkam? Kropčene bostavimo stretching. Dopo stretching una carta, scriviamo capo yani. Korumuyla koyuyor. O yüzden hiç ondan daha az sorun yok. Bence bu yaklaşımı. Bak. Kendisini basıp. Ayağımdan da agar zebni bosganimda menga bu chelan ko'rsatmasa, demak menda bu silliqlik yo'q. Shuning uchun men seni bosaman oldin. Men bilan belgilab olaman. Tushundim. Men bu ishni ko'pincha shu siyda qilaveraman. Har doim. Demak, belgilab oldim. Chiroyli chiqdi siyda ham. Ya'ni keyin bunaqani olib tashlaysiz, to'g'rimi? Nuqtani. Nuqtani olib tashlash mumkin yoki nuqta qovurish mumkin. Demak, men bitta misol uchun menda judayam nuqta ko'p. Men yaqin turgan olib tashlashim mumkin. Sepilasiz. Men bir kalorim men olib tashlay, uni men olib tashlayman. Endi seni bosamanda Sabah to'g'rimi? yo'q, chiqaman. Получше вот такие вот tashlash mumkin. Menga paketni hech kim aytmaydi. Sabah. Yo'q. Menga paketni berishadi.